Assalamu alaykum. Xitoy qulaydigan Asqal dinamlıq proqramımның əziz iştirakçıları. Mən Gülşən Abduqadir Səhər, Kanadaның Toronto şəhərində yaşayman. Xitoy qulaydigan Asqal dinamlıq proqramımның 41-ci qismi arqılıq sizlər bilan yüz görüşkənligimdən intayın xoşalman. Bugünkü 41-ci qismlıq proqramımda biz yanımı şükürləyən halda Xitoyni təhlil qılmız. Xitoyның dünyadakı yaxın dostları, şerikləri, Uyghur qırğınçılığına həmdəm bolğan diktator hakimiyyətlərinin Xitoy bilan bolğan münasibətləri və ularınki yer yüzüdən yox buluş əhvallarını çoğunqurlagan halda mülahiza qılımız. Bugünkü mülahizimiz yana İran uruşı bilan münasibətlik boldu. İranның uruluşı ötkenki proqramlarımda dəb ötkəndək Xitoyninki qattiq silkinishi və urulushi bo'lib hisoblanadi. Chunki İranda mən 40-cı proqramımni ko'rgan bo'lsanglar, buni his qila olasizlar. İranның xuddi Xitoyga yordam qilishda Xitoyning bir o'lkasiga o'xshab qo'yayotganligini. Xitoyning atalmış bizning vatanimiz Sharq Turkiston, ya'ni Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoniga o'xshash bir o'lkasi qilib olganligi. Bu yerda Xitoyga Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorida mag'lubiyatga uchragan Xitoyning Guada porti orqali Hind okeaniga tutishish shirin tushi barbod bo'lgandan keyin bu yerdagi qahramon millat balishlarning Xitoyning oldiga chiqib to'sishi bilan Xitoyninki ishchilari, qurilish injenerlari, mutaxassislariga qarata terrorlik hujumlarini olib berishi bilan Xitoy o'zinglar bilasizlar, nihoyat qo'rqinchoq bir yerda bir terror bo'lib qolgan bo'lsa, ikkinchi yo'lga tasmaydi. Shunchalik bir ish bo'lmasdan u yerdan qo'rqib qochadi. Buni Uyg'urlar bek yaxshi bilamiz. Shuning uchun u yerlarda Xitoyninki o'shig'i o'ng tushmaganligi uchun İran o'zininki 3 cho'ng portini Xitoyning o'tishi uchun Yevropaga tutishishi uchun berganligini o'tganki proqramamda mulohaza qilgandik. Uning birisi Chabahar porti, yana birisi Urumchidan boshlanishi mumkin. Agar xato deb qo'ygan bo'lsam, komment o'zinglarning ko'z qarashlaringlarni yozib qo'ysanglar bo'ldi. Facebook va shu nima YouTube Gülşen Abduqadir YouTube kanalimga ham Gülşen Abduqadir Yüzpütük Facebook kanalımның astiga kommentlarni yozib tuzatishlarni bersanglar bo'ldi. Men Urumchidan boshlanib, ondan keyin Ironga tutishib, Irondan Iroqqa va Kavkaziya va Suriya orqali Oq dengizning bo'yiga tutishadigan yana bir Iron tosh yo'lini g'ayet nurg'un mablag' saqlanligini degandim. Ondan boshqa Shimol Janub tutashtirgan bir temir yo'l ekan, shularni bergan. Ondan boshqa yana Xitoyga 20%dan 30%gacha azam bahat neft mushlarni berayotgan İran hozir qattiq urilib ketdi. Hozir Donald Trump efendim bu urushning 3 haftadan 4 haftagacha davomlashadiganligini aytgandi. Hozir hamda bu urush oxirgi bosqichlarga kirib qo'yadi. Xitoyning bu yerdagi bütün manfaatlari yo'q bo'lyotdi. Xitoyning bu yerdagi bütün manfaatlari yo'q bo'lib, Xitoydek bir diktator Uyg'ur qirg'inchiligini olib borgan mushundaq bir diktatorga musulmon davlat turib, Uyg'urlarningki hozirgi mushu holatida masalan Ramazon hozir ro'za tutish jinoyat deb qaraladigan Xitoy bilan ro'za tutganliklar uchun yoki bir uy kecha chorlashib berib, bir uylarda kichikgina shamning yo'riqlari chiqib qolgan bo'lsa, shularni qo'lga olayotgan Xitoy bilan apaq-chapaq bo'lgan İran hozir yer sharidan yo'q bo'lish holatida. İran dunyo xaritalari o'zgarish holatida. Bugun atdiganda ko'ringan narsalarni tushdan keyin ko'rolmayapmiz. Bugun atdigan bozorga chiqib qo'l elishib boshqalar bilan ko'rishgan diktatorlar yana bir soatdan keyin yer yuzidan yo'q bo'lib ketyapti. Demak, Amerikaning Ironga olib borgan Ironning diniy lideri Hamani
Haminiga ip bag'an harakatiga faqatlam 70 sekund vaqt ketgankan. İran bilan Xitoy o'xshash diktatorlar. Iran'da Xitoymi butun 700 million nima qilish kamerasi ekan, kuzatish kamerasi Xitoyda. Uningdan boshqa bizningki vatnimiz Sharqiy Turkistonda yuz tonish texnikalari orqali kontrol qilib olgan. Bu o'rni kim bo'lsa o'zi tushudi degandek, bu diktatorlar o'zi o'rnatgan bu kameralardan foydalanib, mush kameralardan foydalanib Isroiliya bilan Amerika uningga yana AI texnikasini hozirgi texnikalarni va ilg'or navigation GPS texnikalarini qo'shib, bularning o'rinlarini tepib, shundoq nazorat qilib kuzatib, ular xalqimni kuzatyapman deb o'ylagan bo'lsa, diktatorlik qilib mushu Uyg'urlarga qarshi nurg'unlagan jinoyatlarni sodir qilgan bo'lsa, tutqun qilgan bo'lsa, bu 3 milliondan 6 milliongacha Uyg'urni jazo lagerlariga tashlashda uning bu shu kameralari, yuz tunish texnikalari muhim rol o'ynagan bo'lsa, ularmi shu Isroiliya bilan Amerika mushu kameralardan boshlanib foydalanib o'zini o'ziga qaytarish, o'zining jinoyatini aylantirib akab o'ziga qaytarish usuli bilan 70 sekund ichida Iranninki diniy lideri diktator Xameneyni dunyo yuzidan yo'q qildi. Dunyo hayron qoldi. Dunyo chechib ketdi. Bu ilqi Xitoyninki Shi Jinpingning eng yaqin do'sti Venezuelaninki diktator rahbari Madurodan keyinki ikkinchi qitimliq dunyoning chechib ketishi. U Maduro'nimi yarim kechada ayoli bilan uxlayotgan yerdan yarim soatlik bir zarba berish bilan Amerika qo'lga olib, Amerikaga tutib kelib, Amerika Oliy sotiga topshirib bergan. Undan keyin hozir endi Xameney bu diktator u dunyoga safar qildi. Bumu Xitoy raisi Shi Jinpingninki eng yaqin do'sti. Eng yaqin do'sti musulmonga bo'lishiga qaramay, Uyg'urlarga qanday qirg'inchilik qilib, Uyg'urlarga ipirayotgan qirg'inchiliklarni, hatto bunday qirg'inchilik yo'q, Xitoylar deb Xitoyni oqlagan bir diktator. Undan boshqa yana mushkilligan holda Iranning ahvolini tahlil qilib boqaylik. Xitoyninki shu chet ellardagi Xitoy demokratlarininki e'lon qilayotgan programmalarga qaraganda, men ularning programmalarininki bergan uchurlarining nimalariga ishonchlik darajasiga ancha bek ishonib ketmayman. Lekin ishonmayman, o'tirmayman. Ba'zida to'g'ri faktlarni o'tirib qo'yib qoldi, lekin men ko'pincha vaqtlarda Xitoy demokratlarining so'zlaganlaridan ancha foydalanib ketmayman. Ammo bu qitim shundoq bir qarab baqsam, Xitoy demokratlarininki ba'zi programmalarda xeyli to'g'ri gaplarni qilgandek turdi. Xinhua agentligininki muxbirlari Xameneyning o'limiga oid 15 minutlik bir ishki jihati ko'radigan, o'zlarininki yuqori darajalik amaldorlar ko'radigan bir hujjatli film tayyorlagan ekan. Shi Jinping va uningki ayoli Peng Liyuanning bu filmlarni ko'rgandan keyin 70 sekund ichida Xameneyning o'lganlik xabarini anglagandan keyin bularning psixikasiga qattiq ta'sir qilganligini, keng ko'lamlik mulohaza qilyotdi Xitoy demokratlarining tor betlari va youtuberlari. Xitoy Iran liderininki bunchalik tez yo'q bo'lib ketishini asla tasavvur qilib baxmagan ekan. U Xitoy o'zi yasab bergan yer osti shaharlariga, yer osti qo'g'dinish, mudofialanish o'rinlariga Xitoy bek ishonib ketgan ekan. Shuning uchun bu 7 sekund ichida Xameneyninki yer sharidan, yer yuzidan yo'q bo'lib ketishi Xitoy raisi Jallod Shi Jinping Uyg'ur qirg'inchiligining bosh planlovchisi 3 milliondan 6 milliongacha Uyg'urni jazo lagerlariga tashlagan, qirg'inchilik qilgan 80 yildan buyon izchil Uyg'urlarga qarta boyliqlarni bulang-talang qilib, yer zaminlarini bulang-talang qilib, o'ziga qirg'inchilik ipirayotgan
Xitay kommunist hakimiyyətininki davamı bolğan Xi Jinpingning bilan uning ayoli Peng Liyuanning näti psixikasi buzilish bolğan. Chunki bugunki Xamaneyning taqdiri ätiki ularning taqdiri bo'lib qolganligiga ularniki ko'z yetgan. 2 kun o'tgandan keyin, urush boshlanib 2 kun o'tgandan keyin Jallod Xi Jinping Tehrandagi Xitoy bosh konsulisininki yuqori darajalik bosh konsulisininki amaldorlariga yuqori darajalik qurollarni Eronga setib berish bilan munosabatlik barliq kelishim va materiallarni yo'q qilib etish buyrug'i haqida buyruq bergan. Chunki g'arbda shundoq gaplar chiqqan. Xi Jinping Xitoy Eronning yuqori darajalik yadro qurollari bilan ta'minlayotdi, texnikalari bilan ta'minlayotdi degan mushta gap so'zlar chiqqan. Xi Jinping darhol bu narsalarni Tehrandagi bosh konsullikqa telefon qilib, bu materiallarni qat'iy yo'q qilib etishni kechirsizlar. Qat'iy yo'q qilib etish haqida buyruq bergan. Chunki bir hafta ilgari Xitoy Eron urushi bo'lishidan bir hafta ilgari shu Xitoyninki nurg'unlagan texnik qurollarni Eronga setib berganligi haqida xeyli kengri g'ulg'ula bo'lgan dunyoda. Onundan boshqa Xitoy o'zininki diplomatlarga Xitoyning Eron bilan har qanday bir askariy plani yo'qligini haqida muxbirlar ziyorat qilgan vaqtida shundoq deyish kerakligi haqida ta'limot bergan. Chunki Xitoy qo'rqib ketgan. Xitoy Amerika bilan Amerika va Isroiliya bilan qarshilashib qilishni qat'iy xohlamaydi. Garchi Eronni orqada turib qo'llayotganmismi, Eron bilan shunchalik yaqin munosabati bo'lsa-mu, lekin bu munosabat sababidan yana Amerika va Isroiliya bilan bir urush patqiqiga petib qilishni Xitoy hargiz xohlamaydi. Chunki men burun ilgirki programmalarimda deb o'tib ketgan, Xitoy Kongzininki necha ming yillik Kongzining ta'limotiga amal qilib strategiya tuzgan davlat bo'lib, Kongzining eng esil urush qilmay o'tgan urush degan ta'limoti bo'yicha hozir dunyoni yutib olish yo'linishiga qarab ketyapti. Uni Xitoyninki birdan bir maqsadi hargiz urush patqiqiga kirib qilish emas, faqat yumshoq singib kirish orqali chiroyli gaplari bilan, yumshoq ishpaklari bilan, yumshoq kreditlari bilan, yumshoq pullari bilan singib kirish orqali muhim yerlarni hech bir pay o'qatmasdan o'zidan qilish strategiyasi. Buning g'oyaligi Viktor Gao deganmi ko'p qitim Al Jazeera va boshqa televiziyalarning programmalarini qabul chiqqan vaqtida shundoq dedi. Xitoy hech qachon birinchi pay o'qni atmaydi. Agar boshqalar Xitoyga birinchi pay o'qni atadi ekan, Xitoy har zaman ikkinchi pay o'qni atquchi bo'ldi degan so'zim qilgan. Shuning uchun Xitoyninki shu hozirgi strategiyasi yumshoq singib kirish strategiyasi bo'lib, u dunyoning har qanday yeridagi tuzilmalar bilan kori yo'q. U diktatormi, u Talibanmi, dinlar bilan kori yo'q. U xristian dinimi va boshqa dinlarmi, bular bilan hech qaysisi bilan kori yo'q. Faqat yumshoq singib kirish orqali dunyoni yutib olsam bo'ldi. Dunyodagi muhim strategik yerlarni, portlarni o'zidan qilib, o'zining dunyoni yutib olish, Amerikaning oldiga o'tib dunyoga xo'ja bo'lish strategiyasini ham amalga oshirsa bo'ldi. Shuning uchun u Tehrandagi bosh konsullikdagi xodimlarga darhol uqtirish tushirib, Eronga hech qanday bir qurol yarog' yordamida bo'lmaganligimizni bo'lmadik degan shundoq deyish haqida ta'limot bergan. Ham bu vaqtdagi butun hujjatlarni Xitoy yo'q qilayotgan. Onundan başqa Donald Trump efendim şu 3. ayninki 31. gündən 4. ayının 2. günügacha şu Xitoyni ziyorat qilishni o'rinlashtirgan. Ammo Xitoy taraf buni texi muqimlashtirgani yo'q. Ammo shundaq bir o'rinlashtirish bo'lganmismi? Lekin Xitoy taraf texi buni muqimlashtirgani yo'q.
Xitoyninki eng yuksak ochqishliq şehriga hisoblangan Eronning qattiq urishi, Xameneyni 17 sekundda yo'q qilishi sababidan Xitoy bu ziyorat jarayonida Trampni qizg'in qarshi olishi mumkinmidi? Hamda bu Eron urushi jarayonida Eron ishlatgan qurollarning ko'pinchisini Xitoyning ta'minlaganligi. Hech bo'lmaganda Xitoy Eronninki atgan yadro qurollarininki navigation yadro qurollarininki nishonga yetish, nishonni belgilab berish ishlatgan navigation GPS. Uyg'urcha nima deymizkin, turkcha nima deymizkin? Shuni bilsanglar, agar komment qilib yozib qo'ysanglar bo'ldi programmamning ostiga. Yuzbitik va YouTube kanallarimda. Shularni Xitoy ta'minlab bergan degan ko'z qarashlar bor. O 6 nafar ilgari dastlabki 6 nafar va keyin qo'shilganlarim bor. O'sha Amerika askarlarining o'lishiga sabab bo'lgan. Shu Xitoyga Donald Trump efendim berishi to'g'rimidi sizlarcha? Ondan başqa Donald Trump efendim İran urushininki 3 va 4 hafta davomlashadiganligini tilga oldi. Shu sababdan shu nimaga taqishib qilishi mumkin. Xitoy ziyoratining vaqtiga taqishib qilishi mumkin. Texi to'liq hozir oxirlashib qoldi urush. Xitoy Amerika taraf Isroilga ishqis birlashib İranninki butun yadro qurollari bazasi, uningdan keyin urush aslahalari hammasini bombardimon qilib asos jihatdan yo'q qilib bo'ldi. Ondan boshqa Donald Trump efendim davomli Xi Jinpingni do'stim, voy do'stim Xi Jinping undaq-mundaq deb gap qilayotgan bo'lsa-mu, ammo bu ko'rinishda shundaq bir ko'rinayotgan bo'lsa-mu, ammo munosabatlarga, Xitoy Amerika munosabatlariga allaqachon dast ketib bo'ldi. Allaqachon cho'nqur dast ketib bo'ldi deb o'ylayman. Ammo Xitoy taraf Eronni xeyli bir mezgil bardoshlik bera oladi bu urushda deb o'ylagan. Ammo Xameneyninki 17 sekund ichida yer yuzidan yo'q bo'lib ketishi Xi Jinpingni nihoyat tamtirtib qo'ygan. Xitoyni tamtirtib qo'ygan. Xitoydagi butun Xitoy xalqini, Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarini, Xitoyning ichidagi har bir kishini cho'nqur o'ylantirib qo'ygan. Mayli Xitoy demokratlar bo'lsin yoki Xitoy Kommunist partiyasining amaldorlari bo'lsin, hammasini bu nihoyat cho'nqur o'ylantirib qo'ygan. Endi texim cho'nqurlagan holda Eron urushiga qarta Amerika bilan Isroilninki ikki davlatning birlashib Eronga elib borgan shu harbiy harakatiga qarta Xitoy qandayroq bir pozitsiya tutdi. Bu haqda bir mulohaza qilib boqaylik. Wang Yi, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi faqat 80 kalimadan tarkib topgan bir oddiy bir bayonot berib, Eronninki egilik huquqiga hurmat qilamiz, undaq-mundaq askariy harakatlarning to'xtatilishini umid qilamiz deganga o'xshash yumshoq doim Xitoyninki o'zininki xarakteriga mos keladigan shunda bo'sh bir bayonotni berib qo'ydi. Undan keyin Putin bilan telefonda ko'rishganda Wang Yi bir davlat liderininki o'ldirilishi va davlat rejimini o'zgartirishga urinish qabul qilib bo'lmaydigan ish deb qaradi. Lekin buningga hech qanday bir Xitoy taraf biz bundaq qaraymiz, bizning qarshimiz bundaq darhol to'xtatilishi kerak urush, agar to'xtatilmasa biz bundaq qilamiz, biz aralashamiz degandek hech qanday bir qattiq jumlalarni ishlatadigan, gap so'zlarni qiladigan ish bo'lmadi. Buningdan Xitoyninki qanchalik darajada ansirab o'ziga tutishib ketishidan, bu urushning o'ziga chachrab ketishidan qanchalik andish qilayotganligini ko'rib turibmiz. Hamda biz Xameney kim? Mushu Mustafa Xameney Eronninki diniy lideri. Mush kim? Zodi qanday qadam boqaylik. 1989-yil 4-iyun Xitoydagi Tiananmen voqeasi
Harpısida hokimiyat beshiga chiqibdi ekan. Bu hammani. Toza Xitoydagi Deng Xiaoping davrida shu Tiananmen vaqasi yuz berib, Tiananmen qirg'inchiligi yuz bergan 4-iyun 1989-yildagi 4-iyun Tiananmen vaqasi Harpısida hokimiyat beshiga chiqqan ekan. İqtidarga kelishdan bir ay burun Beijingni ziyorat qilib, Deng Xiaoping bilan ko'rishgan ekan. 4-iyun Tiananmen qirg'inchiligininki baş riyosatchisi Deng Xiaoping bilan ko'rishgan ekan. Uningdan burun Xaminiy Fransiyada surgunda bo'lib, hech qanday bir davlatga ziyoratda bo'lib boqmagan ekan. Tunji ziyoratini shu Deng Xiaoping bilan diktatorning qayoshi deb diktator Xaminiy tunji ziyoratini Beijingdan boshlab shu Deng Xiaoping bilan ko'rishishdan boshlagan ekan. Uningdan boshqa İran Xitoydan yuqori darajalik amaldorlarni qanday qo'g'dash haqida texnikalik tarbiya olgan ekan. Ammo bu qitim bumi kor qilmabdi. Bu jihatda İran Beijingga bek ishongan ekan. O yuqori darajalik amaldorlari mayli Xaminiy bo'lsin va boshqa nimalar bo'lsin, bizningki qo'g'danish sistemalarimiz nihoyatda mukammal. Xitoy bizni qo'g'dayotdi. Xitoyning dunyoda man birinchi nomerlik uskunlari, qo'g'danish sistemasi eng ilg'or deb Xitoyga bek ishinib ketgan ekan. Ammo bularning hech qaysi kor qilmabdi. Xaminiyning 17 sekundda o'ldirilishi albatta bu qo'g'danishning hech qanday kor qilmaganligini bildirib turdi. Venezuelaninki ministri Marudo mu ashundaq nihoyat mustahkam yer asti qo'rg'onlarda temir ishiklar bilan qo'rshalgan, taqalgan qatma-qat temir ishiklar bilan sifirliq sonliq ishiklar bilan qo'rshalgan nimalarda ordularni yer asti xonlarda bo'lsinmi, Amerika hukumati yarim soatda uni qo'lga olib Amerikaga ib kelgan. O Xitoyninki qo'g'dug'uvchi radarlarimi ishlamay qolgan shu chaqda. Hech bir Xitoyninki texnikasi ishlamay qolgan. Bu qitimqi İran bek ishinib ketdi ekan Xitoyga. Ajoyib ishindi ekan Xitoyga. Xuddi shu payg'ambarimizga ishongandek ishindi ekanda bular Xitoyga, jallod Xitoyga. Aldamchi shunchalik saxtipazmish Xitoyga. Shunchalik ishinib, bu bizni hech nima qilmaydi. Amerika bizning qo'g'danish sistemalarimiz bek mukammal deb o'ylagan bo'lsa-mu, lekin bu qitimqi jangning birinchi kunidan deganda boshlanishdilar Xaminiyning o'limi bilan yer jahonni titirtib zilzilaga seplam boshlandi. Endi Xitoyninki ichki ahvoli va tashqi ahvollari bilan 90-yillardagi Sovetlar Birligininki yemirilib ketish ahvollarini bir mulohaza qilib boqaylik. Shu 90-yillardagi Sovetlar Birligininki g'ulishidagi asosiy sabablarninki biri shu tashqi besim bilan ichki qismdagi chak ketish sabab bo'lgan. Ya'ni ishga chak ketish sabab bo'lgan. Xitoy buni hozir boshdan kechiryapti. Shunga Xitoy davomli holda Sovetlar Birligining cho'kishini Xitoydagi bir Xitoyni ogohlantirishdagi bir model qilib keldi. Men Xitoy qilaydigan Asqaldi nomli programmamning 31-qismida va 34-qismida bo'lsa kerak. Xitoyninki g'ulash qarab ketayotganligininki ichki omillari haqida to'xtalib, Xitoyning hozir ham daz ketgan bir binoga o'xshab qolganligini. Bu binoni Xitoyninki ichki jihatda shu bundaq tiyaklar bilan tirab qo'yganligini so'zlab o'tgandim, chunki Xitoyninki ichki qismidagi uy mulk bozorlari nihoyat vayron bo'lib, uylarni sotib oladigan odam yo'q, ghost city, ya'ni jin shaytonlar shahri deb
Jimjit adam, uy aldığı adam yo'q. Shu mahallalarning shundoq bo'lib ketganligini, uningki yana nurg'un masalalarni o'tirib qo'yib, bu jihatda Xitoy bu shirkatlarni qo'g'dab qilish uchun davlatdan pul yordam qilib, davlat bankisidan pul yordam qilib bu shirkatlarni qo'g'dab qo'yayotganligini. Agar bu yordam to'xtab qolgan vaqtida Xitoyning allaqachon quvlab ketadiganligini tilga olgandim. Xitoyninki bu nimalarda ifodalanyapti, mollarni darajadan iste'mol darajasidan yuqori holatda ishlab chiqarib, shundoq bo'layotganligi nimalarni ko'ryapsizlar. YouTube, sotsial ijtimoiy taratqularda 300 tal chopan, payjapan, qancha yuz tal shu jins ishtanlar, andan keyin qimmatbaho kiyim-kechaklarni shu $50 $30 deb Xitoylar setyapti. Bularning hammasi Xitoyninki kelajakda gumron bo'lganligining ishki jihatdan dast ketganligining belgisidan iborat. Xitoy pulining bozorga qo'yayotgan vaqtida pulning paxalligini allaqachon paxalliqdan Irannikidan o'tib bo'lgan bo'lishi mumkin. Iranninki hozirgi pul paxalliq darajasidan, lekin Xitoyninki shu davlatninki yordami, davlatning pul ajratishi bo'lg'ashqilam Xitoy o'zini ko'tarib turyapti, lekin allaqachon dast ketib bo'ldi. Bu dast ketish shu 90-yillardagi Sovetlar Birligining g'olishiga tibdan o'xshaydi. Tashqi besimlarni o'zinglar ko'ryapsizlar. Amerikaninki yuqori darajada bosh qo'yishi, Amerikaninki Xitoyninki yumshoq singib kirishi bilan qo'lini har tarafga so'zgan bir zaharlik qo'lining, masalan, Panama kanalida, uningdan boshqa Venezuelada, hamda Ironda, buningki O'rta Osiyoga o'tishi mumkin. Uningdan keyin shu Pokiston Xitoy iqtisodiy koridorida shu yerlardagi qo'llarining hammasini birdan kesyapti. Bu tashqi besim Hurmuz bo'g'izidagi ahvollar, Hurmuz bo'g'izidan faqatlam Xitoyninki kemasi o'tish kerak debdi Iran. Buningdan biz nimani ko'rib olamiz degan vaqtinglarda Iran bilan Xitoyning qanchalik darajada ish qo'yin, tashqi qanchalik darajada shu Uyg'ur qirg'inchiligiga ko'z yumgan holatda Xitoyning qirg'inchiliklariga, Xitoyning jinoyatiga Iranning sherik bo'layotganligini ko'rib olamiz. Demak, Xitoy shu qo'laydiganga ishki tashqi jihatdan hozirlanib bo'ldi hozir. Amerika bilan Isroiliya bu qitim Ironga ipagan bu 3 hafta bilan 4 haftagacha davomlashadigan urushning ismini Epic Fury deb atadi. Epic Fury turklar buni nima dastansi o'fka deb atabdi. Men buni g'azab dastani deb atadim. Agar sizlar qanday ataysizlar, sizlarning boshqa texmo uyg'un bo'lgan bir kalimada mundaq ataydiq deydigan bir ko'z qarashinglar bo'lsa, YouTube kanalimning ostiga va Facebook, ya'ni 100 bitikim Gulshan Abduqodir 100 bitigimda komment, ya'ni o'zinglarning ko'z qarashlaringlarni yozib qo'ysanglar, o'rtaq bu programmani birlikda mulohaza qilamiz va boshqaramiz. Birlikda Xitoy haqida mulohaza qilib boramiz. Shu o'zinglarning ko'z qarashlaringlarni yozib qo'ysanglar, xush bo'lman. Endi Ironda bo'lib o'tgan Isroil va Amerikaninki birlikda ipagan yoki Isroil o'zlam ipagan Ironninki yadro qurollariga qarshi ilib berilgan shu urushlarninki ba'zi tarixlariga qarab boqaylik. 2025-yili iyunda bulto, ya'ni Isroil Ironga ko'tarilgan Arslan nomli 12 kunlik jang e'lon qilib, Ironninki uraniumni aktivlashtirish sinaq bazalarini yo'q qilgandi. 30 dan ortiq yuqori darajalik harbiy komandan va nurg'unlagan yadro qurollar mutaxassislarini yo'q qilgandi. Buning ulabla Amerika Ironninki 3 nuqtaliq yadro qurollar yer osti bazasini bombardimon qilgandi. Esinglar davomidagi nihoyatda yuqori ig'irlikdagi bombani 3 aeroplan bilan ilib kelib, shu yadro qurollar yer osti bazalarini bombardimon qilgandi. Buning bilan Ironning 40 yildan buyon
G'arbga bo'lgan tahditkor obrazi, G'arbga qilayotgan tahditkor obrazi 2 haftada xunuklaşgandi. İran xalqınыңmı bu diktator molla hakimiyetga bo'lgan ishonchisinin qolmaganligi bu namoyishlarning paydo bo'lishidagi asosiy sabablar edi. Bu yilgi ko'chalarga to'kilgan Iran xalqininki namoyish maydonlaridagi ahvollaridan bu molla hakimiyetga bo'lgan ishonchisinin hech qanday qolmaganligini tushuntirib turadi. Bo'pmi Iranninki bu namoyishchilar qo'shinini qanliq bostirishi xuddi 1989-yildagi Xitoyninki Tiananmen voqeasidagidek xuddi G'ulja inqilobidek 5-iyul Urumchi voqeasidagi Xitoyninki Uyg'urlarni bostirishiga o'xshaydi. Bu namoyishlarda 10 minglarcha Iranlik hayotdan ayrildi. Natijada Yevropa Birligi İran inqilobiy qo'g'dovchilar armiyasini bu Xameneyninki İran inqilobiy qo'g'dovchilar armiyasini terror tashkiloti deb e'lon qildi. İran tarixdagi eng ojiz bir davrni boshdan kechirayotganidan qaramay bu qitim yana Amerika bilan Isroilning birlashib hujum qilishiga uchradi. Dal mushundaq vaqtlarda Xitoy shu yiqilib tushishga oz qolgan Iranni qutuldirib turg'izish yo'lab turg'izishninki peyida bo'ldi. Bundan boshqa Xitoy texnik jihatdan Iranға qandaq yordamlarni qildi? Buningga ozroq bir nazar sepib baqayli. Xitoy texnik shirkatlaridan Huawei bilan Zhongxin Iranninki telegraf ul muassasalarininki muhim qismlarini qurdi. 2010-yili Zhongxin nomli Xitoyning texnik shirkati 130 million dollarlik kelishim imzolab Iranninki shu davlat kontrolligidagi telefon va internetlarni, undan boshqa internet va to'g'ri kuzatish sistemalarini mukammallashtirib berdi va qurib berdi. Huawei yana Irandagi eng chong telegraf uskunalari bilan ta'minlovchi Huawei yana Iranningki eng chong telegraf shirkatlarini uskunalar bilan ta'minlash vazifasini ustiga olgan hamda ko'chma xabarlashish tijoratlarini o'rinni izqo'g'lash mulozimati bilan ta'minlagan. Izqo'g'lab nazorat qilish sistemalari bilan, texnikalar bilan ta'minlagan. U yana Iran doiralariga shu izqo'g'lab qurdiman deb o'tib ketgan navigation GPS bularni uyg'urcha nima deydi, turkcha nima deydi, men tasdiq ismga ololmay qoldim hozir. Bu kalimalarni bilganlar bo'lsa, astig programmamning astiga inkas rayoniga so'z qoldirib qo'ysanglar, xat yozib qo'ysanglar bo'ldi. Shu izqo'g'lab tekshira oladigan qurollar bilanmi, ham texnikalar bilan ta'minlagan. Xitoyninki uningdan boshqa Iranni yo'lab turg'izish jihatda ta'minlagan nurg'unlagan nimalar bor. Texnik jihatdan bu Iranni hozir boshqarilayotgan Xitoy Iran Isroilga etayotgan undan keyin boshqa atrofidagi davlatlarningki Amerikaning ba'zilari etayotgan jiroqdan boshqarilgan musofirlik bombalarininki hammasininki shu navigation GPS qismini nishonga tegish jihatdagi texnikalarning hammasini Xitoy ta'minlagan deb muloyiza qilyapti analizchilar. Bugun Xitoy qulaydigan asqaldi nomli programmamninki 41-qismida Iran bilan Xitoyninki ish qo'yin tash qo'yin munosabatlarini mushakaychilik ikki diktator, ikki dunyodagi eng chong jinoyatchining
jinoyatlarni va o'zaro hamkorliklarni mishakaychilik muloyiz qilamiz. Xulosaligi vaqtimizda Xitoyninki o'g'laydiganligiga beklam oz vaqtlar qoldi. Chunki 1990 yillardan keyingi 93 yillarda Sovetlar Birligining yiqilishidimi hozirgi Xitoydagi o'xshash ahvolga kelib qolgan. Yuqorida men deb o'tib ketganimdek ichki jihatda daz ketish va tashqi jihatdagi besim ikkisi birlashgan vaqtida bir hokimiyatning qurishiga sabab bo'ldi. Xitoy hozir burunqi programmalarimni ta'kidlab o'tgandek nihoyatda cho'ng po'lab ko'ptirilib ilk havo bo'shlig'iga qo'yayotgandek yoki tug'ilgan kunlarda bir yerlarni bezaydiganga chiqarilgan shardek bir holatda bu sharning kichikgina bir jinglining bir uchi sharni tegib ketgan vaqtida shar xuddi hech nima yo'qdek portlab yo'qolib ketgandek Xitoyninki asos ahvoli hozir mishakaycha. Inshaalloh yana qanday ahvollar yuz berdi buni hech bir uqmaymiz. Dunyoda 90% kishilar muloyizchilar televiziya ekranidagi televizorga chiqib muloyiz Xitoyni va Ironni muloyiz qilayotganlar hammasi degidek hozir ikki narsani muqimlashtirib bo'ldi. Birisi Xitoyninki dunyoni yutib olish hiyla-nayrang jinoyatlarni Amerikaning oldiga o'tib ketib dunyoga xo'ja bo'lish suiqasdini to'liq bilib bo'ldi mencha. Yana birisi Irandan keyin Amerikaning Xitoyni urdiganligini asos jihatdan muqimlashtirib bo'ldi. Bugungi 41-qism programmamni mishada oxirlashtirmoqchiman. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.